شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Qarandoshlar, biz bugun Sura Baqaraninki 110-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ahli kitobning Banu Isroilning, ya'ni Yahudlarninki o'tkazgan ig'ir darajada xatolik bilan birga mu'minlarga qiladigan ig'ir hasdini, shu tufaylidan mu'minlarga dushmanlik qilish, mu'minlarni yo'llaridan yondirishga tirishadiganligini tilga ilib o'tgan to'q ilgirki darsda, bugungi darsda Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlar, haq yo'lda mangan odam, din yo'lida mangan odam, din dushmanlarining bularga qiladigan hasdi, bularni yo'ldan qaytirishga uringan tirishchanliklariga qaytiradigan eng yaxshi javob bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo tarafdan bizga berilyapti. Ya'ni bizga Alloh o'gitib shuni da'vat etdiki, sizlar bularning sizlarga qilgan qarshiligiga qarata, sizlarning xizmatinglarga, mangan yo'linglardan sizlarni keyniga qaytirishga urinish, tirishchanlik ko'rsatishlarga qarata beradigan javobinglar qaysi? Bu Estaizu billah va aqimus salata va atuz zakata va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh innalloha bima ta'maluna basir. Ya'ni sizlar namoz deb bir ibodatni, diniy shuarni, diniy faoliyatdan birini o'tirg'ab chiqinglar. Bu sizlarning ularga beradigan eng cho'ng javobinglar. Birov bir yo'lda mangdi, boshqalar uningga hasad qildi va shu yo'ldan qaytarmoqchi bo'lib tirishdi. Uningga har xil to'salg'iliqlarni akeldi. Buning qarshi tarafga beradigan eng yaxshi javobi o'zining yo'lida mustahkam oldiga mang'ish. Bu yo'lda mustahkam oldiga manganning yorqin ifodasi namoz va zakat. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga shuni o'rgatyapti. Da'vat etdiki, va aqimus solat, namoz o'qinglar. Va atuz zakat, zakat beringlar. Sizlar o'zinglar uchun hozirlagan ishlar. Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin. Sizlar yaxshi ishlarni qilish orqali o'zinglarning kelgusiga hozirliginglarni cho'qim Allohning qishidan topa olasizlar. Buning ajri Allohning qishida. Innalloha bima ta'maluna basir. Alloh sizlar qilgan barcha ishlarni ko'rib turibdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ahli kitobning eng yuqori orzusininki bizni kuffar holatimizga qaytirish ekanligini, bu ularning bizga hasad qilish yuzidan bo'layotganligini ilgirki oyatda bayon qilgan. Shundan keyin Alloh subhanahu va taolo hamda bizga ahli kitobning zodi nimani yomon ko'radiganligini bayon qilib berdi bu oyatda. Ularni charchitadigan, ularni jafo qiladigan narsaninki adolat mezoni va biz ergashayotgan haqiqat Allohning yo'l ekanligini Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga bayon qilib berdi. Shunlashqa Alloh mu'minlarni mustahkam turish, iymonni ching tutish va bu vazifaga yuzlanish, mush vazifani ado qilishunda kallasini tik tutib oldi ilgirlashga buyuryapti. Bu ularga qaytirgan eng go'zal javob bo'ldi. Ular bizni elishtirmoqchi, ya'ni o'ziga javob qaytirish orqali voy andaqti, mundaqti deyish orqali bizning zehniyatimizni upuratmoqchi, bizning energiyamizni upuratmoqchi ular. Ammo Alloh nima deyotdi? Yo'q, o'zingni ishni qil. O'zingning yo'lda mustahkam oldiga qarab ilgarilav. Bu ularning achchig'ini keltiradigan narsa. Bu ularga eng ig'ir javob, eng yaxshi javob deyotdi. Islom bizga kelgan vazifa taklifotlarning ichidan ma'lum
vaqt aladigan taklifatlarmi bor? Azroq vaqtlar bitadigan taklifatlarmi bor? Masalan, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik qilish, zakat berish, Ramazonning ro'zasini tutish, yo'l jihatda qolay bo'lgan odamga nisbatan zakat berish qatorliqlarning hammasi az vaqt oladigan ibodatlar. Ya'ni masalan, la ilaha illalloh deb guvohlik berish desak, umrda bir qitim qilsa bo'ladi. Bir odam hayotida bir qitim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb iymonga kirsa, uningga yetarli. Zakat, ro'za desa har yilda bir qitim. Haj desa umrda qodir bo'lgan odamga taxa, hamma odamga emas. Qodir bo'la olgan odamga umrda bir qitim. Mao qiliblam tugaydigan, umrda bir qitim, yilda bir qitim, az ko'riladigan, az vaqt oladigan ibodatlar. Ammo ibodatlarning ichida her kuni takrorlanadigan ibodatlar bor. Bu xil ibodat nima uchun takrorlansa, mu'minga nisbatan jazmiyat va iymon energiyasini to'liqlaydi bu xil ibodatlar. Her kuni 5 qitim Alloh bilan uchrashadi. Her qitim 5 qitim Allohning huzuriga boradi. Shunda uxtirab qolgan, shunda az qolgan iymon energiyasini 5 qitim Alloh bilan uchrash orqali to'liqlaydigan gap. Bu xil shakldagi Alloh bilan har kuni 5 qitim uchrashish bandini o'zining dunyosidan Allohu akbar degan bu so'z orqali 5 qitim qana qiladi, Alloh tarafiga ib boradi. Dunyosidan chiqarib oladi uni. Dunyo uni charchatgan vaqtida, atrofdagi ishlar uni charchatgan vaqtida, atrofdagi besimlar uningga eg'ir kelgan vaqtida, dushmanliklar eg'ir kelgan vaqtida, oldiga qo'yilgan to'salg'ular uning yo'llarini to'satgan vaqtda bu dunyodan xolis qilib boshqa bir yerga olib boradi. Allohu akbar bilan kunda 5 qitim. Buni ma ibodat, buning negizlik sababi bu o'g'achqa qattiq saqlanmaydi. Ya'ni har qanday bir sharoit ostida tushib ketmaydi. Dushmanlarning eng achchig'ini keltiradigan narsa bu. Bizga dushmanlik qilayotganlarga eng eg'ir qiladigan narsa bu. Shuningdek dushmanlarning bizga eng chong to'sqinlik qiladigan yeri bu. Masjidlarimizni o'rish, yiqish, taqash, har xil cheklamalarni qo'yish, namoz o'qiydigan o'rinlarning doirasini talashtirish, cheklash, qatorliq bu ishlarning hammasi bu sababdan. İnsan sağlam buludu, insan kisel buludu. Mu'min o'rturup mu namoz o'qiy olaydi, o'tirib mu namoz o'qiy olaydi, yetib turib mu namoz o'qiy olaydi, saq holatda mu o'qiy olaydi, kisel holatda mu o'qiy olaydi. Namazning faoliyati uning qalbida joriy bo'ladi vaqtida, qalbida joriy bo'ladi. Har holatda. O'zining yurtida turgan vaqtida, safarda, yo'l ustida her holatda namaz çokum ada kılındı. Her xil şekilde, özgü münasip şekilde. Şunlaşqa, bu namaz Allah subhanahu wa ta'ala'nın süzdütülgeninden tunca ibadet oludu. Kur'an-ı Kerim'de bugün okuyatkan ayetimizde neydi? Ve aqimus salat. Ve aqimus salat degeni Rabbillah'ın namaz çağırıqı dikkat kılamasılar. Mayadaki ibaretke dikkat kılınlar. Sallu salat degen bolsa Arapçada. Namaz o'qinglar degan bo'ladi. Aqimus salat degani namozga munosabatlik barcha ishlarni hozirlanglar degan bo'ladi. Namoz degan bir o'qim o'tirig'i chiqsin. Namoz degan bir ko'rinish maydonga kelsin deyotdi. Ya'ni namozning masjiddan tortib, tahoratidan tortib, namoz uchun go'zal shaklda kiyinishdan tortib, tayyorlik qilishdan tortib, uning oldidagi bütün hozirliklari hozirlansin. Namoz degan dinning bir ibodat shakli maydonga chiqsin deyotdi. Bu bir da'vat. Düşmanlar qaytarılgan eng cho'ng javob. Muazzinning Allohu akbar degan so'zi shunda ko'tarilgan hamon bu degan Allohga yuzlan degan bir chaqiriq. Bizga xuddi birisining telefon kelib, "Faloni akalar tamoq yeymiz, faloni ashxonga" desa, biz shu amallam ishimizni qo'yimiz yoki aldirab tugutimiz ma'amiz. Alloh chaqiryapti oyat. Allohu akbar deyapti. Mayaga kel, biz ko'rishimiz deyapti. Yani bu ma'lum vaqtdagi bir yuzlanish. Alloh subhanahu va taoloning shu vaqtda oldida tursizlar, Allohning huzurida bo'lisizlar. Alloh sizlarga yordam beradi shu orqali. Shuningdek Rasulullohga bir ish egri kelib, g'am bosgan vaqtda Rasululloh namoz o'qiydi. Biz oldingi soatlik darsdami buni biz bir hadis sifatida bayon qildik buni. Ya'ni bu yerdagi Rasulullohning g'am bossa degan gap, Rasululloh bir ishlarni hal qilolmay qolsa,
İşlarning sababi Resulullah'a takiye seni imkoniyat bo'lmasa, chiqish yo'l topolmasa, mangdigan yo'l topolmasa, Allohga iltijo qilishdan boshqa mashta ashab qolsa Rasululloh namoz o'qiydi. Ya'ni inson bunda vaqtda tahorat oladi. Farzdan boshqa ish kerak namoz o'qiydi. Xohlagan duo qilib, Alloh uning qiyinchiligini ochadi. Bu Rasululloh bizga o'rgatgan ta'limot. Demak, bu yerdagi aqimus salat va aqimus salat degan bu xil ibodat faoliyati sizlarni dininglardan ajratish uchun uringan barcha tirishchiliklarga qaytarilgan eng munosib javob. Boshqalar dindan qaytarishga qattiq tirishsa, namoz orqali biz ularga o'zimizning mustahkamligini, bu yo'lda uzluksiz davom qilganligimizni ifodalaymiz ularga nisbatan. O'ylab baqsak bo'ladi. İslam dünyasida xaliflik yiqilgandan keyin musulmonlar boshpanasiz qolgandan keyin dunyoning har qaysi taraflaridagi musulmonlar ularni bog'lab turadigan bir iqtisodiy gavda yoki siyosiy gavdasiz qolgandan keyin aslida dushmanlarning orzusi xiyolicha bo'lsa, xuddi o'tmishda o'tgan nurg'un imperatorliklar, nurg'un imperiyalar, nurg'un ideya fikrining mansublari yo'qab ketganga o'xshash musulmonlarning yo'qab ketildi dunyoning sharq g'arbida. Hala bugunga qadar 100 yil ichida, ya'ni musulmonlar o'zininki sahibini yo'qotgan, ularni bog'lab turadigan yoki qo'g'dab turadigan bir siyosiy, iqtisodiy kuchlardan ajrab ketgan bu 100 yil qadar dunyoning har taraflarida musulmonlar mavjud bo'lib turibdi. Bular yo'qolmayotdi. Bularga qarshi qilingan televiziya, radio, gazeta, boshqa axborot vositalari orqali qilgan hujumlarga ko'ra, ammo bular yo'qolmayotdi. Sabab nima desa, bularni birdan-bir bu yo'lda tutib turgan narsa namoz. Bir millatning ichidagi dinning yo'qolmasligi sabab bo'lgan narsa namoz. Namoz bularni har doim o'zining Robbidan uzilmay davom qilib mushu yo'lda mangadi. Qachon bir banda namozdan ajralganning atsi, tamam uning qolgan ishlaridan umid kutilolmaydi. Çünkü namoz dinning eng muhim shuarlaridan birisi. Ya'ni bu yerda namoz o'qinglar degan bu buyruqning yoki namoz o'qishning bizga qilgan dushmanliklarga qaytarilgan eng munosib javob bo'lishining sababi chunki bu vazifa, namoz o'qish vazifasi dal her kuni 5 qatim Allohga bo'lgan iymoniy mansublikning e'loni bu. Men Allohga oid degan gap bu. Men Allohga mansubman degan gap yani. Allohning bandasiman. Men ma yo'lda deb o'zimizning kim ekanligini kunda 5 qatim e'lon qilishni belgilangan bu taklifat, bu vazifa. Dunyodagi hamma narsani tashlaymiz, Allohga yuzlanamiz namoz bilan. Bu bizning namoz o'qishning ruhi bu. Chunki namoz mushu nuqtadan dinningki asosi, turki va asosi. Ondan ikkinchi oyatga kelsak, va atuz zakat, zakat beringlar. Ya'ni zakat berish qanday vaqtda bo'ladigan ish desa, bizda ehtiyojimizdan yuqori bir narsa bo'lgan vaqtda zakat beramiz. Bu yerda zakat beringlar degan gapdan xuddi bizga bir xitob qiladi Alloh. Nima deyotdi? Bizning nima bo'lishimizni istab bu yerda? Biz tirishchanlik qilib, sa'iy qilib, bir ishlarni qilishimiz kerak. Allohning bu yerda istagini bizdan. Biz sa'iy qilish orqali, tirishish orqali o'zimizning ehtiyojini ham qamdashimiz kerak. Va biz sahib chiqayotgan, masalan, oila, bola-vaqa bularning ehtiyojini qamdashimiz kerak va buningdan oshirishimiz kerak biz. Allohning zakat beringlar degani bu. Zakat bir odamning ojizidan asqa vaqtda beriladigan narsa. Bu yerda zakat beringlar degani o'zingga ehtiyojli narsani top. Yani yo'l mangsan demakchi, tijorat qil demakchi, pul top demakchi. Sening valiligingdagi, sening bola-vaqalaring, oilangning ehtiyojini top. Ondan keyin o'zingning va boshqalarning ehtiyojidan olgan shaklda yana ortiq top demakchi. Chunki zakat berdigini ortiqqa beradigan narsa. Alloh bizga shunda da'vat qildi bu yerda. Har qatim zakat beringlar degan buyruq Qur'onda kelgan vaqtida sendan pul ver demekçi emas, pul top demekçi Allah ma'runda. İqtisod top demekçi. Chunki senden eşmisa, sening tavallikingdan eşmisa, sen zakat berolmaysan. Zakat berdimi, o'zingdan oshqudek top tirish da'vatida Alloh subhanahu va taolo.
Bu arqılıq musulmonlar düşmanlarning, masalan, dunyodagi Yahudi, Xristian dunyoning iqtisodini kontrol qilayotgan düşmanlarning kontrolligidan shu orqali chiqadi. Agar bu kontrollikdan chiqmagan vaqtda musulmonlar xorliqdan qutulolmaydi. Qachon dunyoning iqtisodiy kontrolligi boshqaning qo'lida bo'ldi ekan, musulmonlar xorog'ini bo'lgan. Mu'min zakat bergan vaqtida nima deganlik bo'ladi desa, buning faoliyati o'zining ehtiyojini va o'zining g'ayrining ehtiyojini o'z ichiga oladigan darajada kengaydi. Shunda harakat qilishga boshladi degan gap mu'min zakat bergan vaqtida. Shuningga kambag'al odam musulmonlarning mollaridagi ortiq qismida, musulmonlarning o'zining ehtiyojidan ortiq qismlarda o'ziga yetarlik ehtiyojlik bir narsani topa oladi kambag'al. Shuning bilan u kambag'al iqtisodga ehtiyojli odam ya u Yahudi ya bu Xristian yoki uning ya buning oldiga jazoni bilan mol qarzi uchun, pul qarzi uchun bormaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo zakat orqali musulmonlarning o'zaro mukammallashishini xohlaydi. Ya'ni musulmonlarning mollari boylarga yetsin, kambag'allarga yetsin, ishlayolmaydiganligimi yetsin, ishlayolmaydiganligimi ham yetarli bo'lsin. Deganda da'vatda bu zakat beringlar deganda. Zakat qanaqdir bir elish chaqiriq emas u. Sen öz büyü demekçi. Sen kengay demekçi. Köp pul tap demekçi. Ticaretlerinin kengay demekçi. Senin ihtiyacından asın demekçi bir yerde. Buyruğunun ikinci bir manisi. Zakat bədigellik. Qanaqdir sıldı elişlan buyruq emas bu. Allah subhanahu wa ta'ala Müslümanların mallarını zakat çıqagan miqdardan neçe hassa köpeytidi. Şunga Peygamber aleyhisselam hadisda İmam Ahmed, Muslim, Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet qilgan hadisda zakat tüpeyli bir iqtisod kemlep ketmeydi deydi. Allah subhanahu wa ta'ala qandaq bir bende apu qilsa onunğa izzetni ziyoda qiladi. Qandaq bir odam kamtar olsa Allah onu ko'taradi deb bir hadisda zakatninki iqtisodning kamaytmaydiganligini o'tirib qo'ydi. Bu cho'ng iqtisodiy qarashlar, cho'ng iqtisodiy ko'zdan qaragan vaqtda normal tushuniladigan ma'no. Sen zakat berish orqali iqtisodni chiqarding. Hammadan chiqadi. Xalqning qo'liga pul kirdi, bozor rivojlandi, iqtisod rivojlandi. Sen shu to'plagan iqtisodini shu bozordan topsa, shu rivojlangan iqtisodning turtkisini topsa, yana sen topsa pulni demakchi oxirida. Zakat hargizmi molni kemaytmaydi. Endi zakat deganning, zakat deb atilishining sababi o'sish degan ma'noda bu. Ko'paytish degan ma'noda. Gerçi zahirisida bu boshqalarga pullarimizni bir o'tishda qilgani bilan amaliyotda pulning ko'payishi hisoblanadi bu. Jazona ko'rinishda xuddi pul ko'payganda qilgan bilan amaliyotda bu kamlash. Chunki asosi yo'q, tigi yo'q, sanspirdagi iqtisodning ko'payishi bu. Pul boyligi ko'paymay, iqtisodning boyligi ko'paymay, tigidagi qimmat, boylik qimmati ko'paymay, sanspir ko'paydi. 1000 so'mni beradi, 2 oydan keyin 1100 yoki 1200 so'm shaklda jazoni ustidan o'sim bilan qaytarib oladi. U 1000 so'm pul qarshi tarafning qo'lida ya pul topdi yoki pul topmadi. Ya'ni bu yerda yaratilmagan bir boylikninki bir sanspir bilan qo'shilib pul ko'paydi. Ya'ni pulning sanspiri ko'paydi hisobda. Shunga Sura Baqaraning 276-oyatda yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala jazolarning hammani barakatsiz qiladi, vayron qiladi. Sadaqatlarni, ya'ni zakatlarni, xayriyat yo'lida sarf qilingan iqtisodlarni ko'paytib beradi deydi. Ya'ni bugungi oyatimizdagi va'atu zakatning ma'nosi bu. Andiki shu oyatning oxirida yana Allah subhanahu wa ta'ala bizni xotirjam qilib, bizning o'qigan namozlarimiz, bergan zakatlarimizninki ajrininki yada qolmaydiganligini bizga eskartib nima deyotdi? Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu indalloh. Ya'ni mu'min xotirjam bo'lish kerak. Mu'minning faoliyati hammasi savob, ajr Allohning qo'shida. Namoz o'qisa uning ajri va, zakat bersa uning ajri va, sadaqat qilsa uning ajri va, ro'za uning ajri va, haj qilsa uning ajri va, qilgan Allohning yo'lida qilgan har ishning ajri va. Ama bu yerdeki ecir bizden alıdığı ecrimiz qilgan işimizga tushliq emas. Balki qilgan işimizning hassa da alamiz o ecrini. Qur'oni Karimda Sura Baqaraning 261-oyatida Allah subhanahu va taolo yaxshilik qilganlarning yaxshiligining ejrininki qilgan ishiga tushliq bo'lmasdan hassa bo'ldiganligini ifodalab deyotdi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Pul hayliga odam yaxshilik yo'ldirdi. Nimaga o'xshaydi desa, kichik bir urug'ni, bir donchini yagi terib qolgan o'xshaydi. Sening bagining bir doncha, bir dona don. Ama o dondan üstüp chiqadigan bir tüp buğday yoki qo'noq shuna o'xshagan ziroatlarningki har birining boshlig'ida bir tal buğdaydan, bir tal dondan üstüp chiqqan o'simlikning boshlig'ida necha 10 urdi. O necha 100 hassiga boradi yana. Necha 100 hassiga boradi. Mana shaklda xuddi bir urug' ko'payib o'sib chiqqandan keyin uning har shag'ida bo'lgan meva yoki donlarningki ko'p bo'lgan o'xshash, sizning qilib qo'ygan bir tal amalang köpüyüp ahirda Allah'ın nazarida hassilanadi. Bu sening ixlosingga qaratib berilgan. Şuna bu yerda xotirjam bo'lish kerak. Demak biz yuqoridan shuni bilamizki, Allohning yo'lida qilgan har bir faoliyat Allohning qashidilan ajri yo'q uningki. Buning balki hassilab ajri bor uningki. Hassilab. Bu ajr qanaqdir insonning imkoniyatidagi ajr emas. Tabiiyki biz ajrimizni kim olmoqchi bo'lsak, şu bizge ecir vermekçi o adamın imkaniyetiga qarab alımız endi. Mesela kichik oldin birisiga bir yaxshilik qilsak, kichik ola, men sizga bir sovuq qilay desa, kichik ola qanchalik narsa sovuq qilmoqchi. Kichik olaga azroq bir narsa bersak, yoki bir narsa satsaq deyli, aqallis bir sovuqda. Kichik ola shu sotgan narsaning pulini bizga bersa, qanchalik narsa bermoqchi. Bizga bir o'ttir hal iqtisodlik odam bir sovuq vermekçi olsa, qanchalik beradi. Milyonlardan birisi bir narsa so'qmoqchi bo'lsa qanchalik qiladi? Milliarder qilsa-chi. Bu insonlar o'tirishga farqida kichik bola, o'tirhal iqtisodlik odam, nomrod kambag'al odam, boy odam. Hamda Xoliq subhanahu va taolo ajrini men beraman dedi. Ma ajr Allohning imkoniyatiga ajr. Allohda cheksiz imkoniyat bor. Allohning osmon zaminning butun barliq mol-mulki hammasi Allohga tabe, Allohga oid. Demek bir yerdeki biz aladigan ajr Allohning imkoniyatidagi, Allohning qudratidagi ajr o. Shunga bu normal bir necha qatimliq hasilnish emas bu. Bu Allohning imkoniyatiga yarasha, Allohning qudratiga yarasha hasilnish bu. Bir adamni ishlatdim bizning shirkatda. Asan bu qatim 2 hassa ma'shurman, 3 hassa, 4 hassa. Shunchalik beralayman. Inson degan shuncha. Ammo Allah'ın nazarida imkoniyatlar, qudrat cheksiz. O noktadan madem bizning ixlosimiz bilan Allohga yarasa, Allohning bizga beradigan ajri katta bo'ladi. Demek bu yerdan chiqadigan o'qim mu'min bo'lmagan har qanday insonning oxirat ajri yo'q. Dunyoda berilgan taqdirda misli beriladi, ammo mu'minning o'ziga ham oxiratda hassa ajr beriladi. Bu qandaqdir yo'qolib ketadigan dunyodagi erishadigan ajr yoki haq yoki sovg'aga o'xshash, ne'matga o'xshash bir narsa emas. Mangu davom qiladigan bir ne'mat edi oxiratda erishadigan ajr. Endi oyatda da'vat qilni وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ deb bizga shuni eslatmak. Yani dunyoda qilgan har ishinglarni Allohning qo'shida topsizlar uni. Ya'ni har gizmo sen qilayotgan yaxshilikni sen o'zingning qo'shida yoki uni ikkinchi tenib oladigan yana birisining qo'shida qo'ymading uni. Bir narsa yo'q, sening menda hech nima yo'q deydigan odamning qo'shida qo'ymading. Uni sen kimning qo'shida qo'yding? Allohning qo'shida qo'yding. Uni sana kim saqlab turdi? Allah saqlab turdi. Uni qaranglar. Bu yerda bizga bergan xotirjamlik nima? Alloh subhanahu va taoloning. Biz ish qildik. Qilgan ishimizning, bu ishlarning foydasi bo'lib qoladimi, yo'qmi? Foydasi bormi, yo'qmi? Ma bir xil andisha insonda bo'ladi bu dunyolik nuqtada. Ammo Alloh bizni xotirjam bo'l. Sening ishlarning hammasi Allohning qo'shida. Sening omonating Allohning amin qulida. Hech narsani g'ofil qolmaydigan Allohning mashiyatida. Hassa o'tadigan Allohning qudratida. Sen uni eng ehtiyojli minutlarda topsa uni. U o'simi qiyomat kuni hisob beradigan. Çok xotirjam bo'lsa, qilib ol, etib ol, yaxshilik qilib ol. Andikin oyatning oxirisida Alloh subhanahu va taolo vallohu bima ta'maluna basir. O'ylab qolmayki, Allohga maxfiy hech narsa yo'q.
yoki Allohni oldiyalaydigan bir odam bor, unda o'ylab qolma. Allah subhanahu va taolo har narsani ko'rib turadi. Faqat sening zohiriy tashqi shaklingni emas, hatto ichki vujudingda, ichki ruhiy dunyoyingda yushirayotgan Allohning xalqidan hech kimga demagan gaplarini hammani biladi Allah subhanahu va taolo. Sura Ibrohimda Alloh da'vat etdi, hikoya qilib, Robbana innaka ta'lamu ma nukhfi va ma nu'lin. Ya Rob, o'zlari biz oshkor yushirayotgan hamma ishni bilala va ma yakhfa alallohi shay'un fil ardi va la fis sama. Allohga osmon zimindagi hech narsa maxfiy emas deb bu xil shaklda mazmunlar kelgan. Demak, yuqorqi oyatdan Alloh subhanahu va taolo bizni xotirjam qilyapti. Biz Allohninki har narsani bilib turadiganligi ma'noga xotirjam bo'lyapmiz. Masalan, oyatning oxiridagi vallohu innalloha bima ta'maluna basir. Qilayotgan ishinglarni bilib turib degan gap, biz xotirjam ishimizni qilaversak bo'ladi. Cho'ngni cho'ng demasdan, kichikni kichik demasdan, bunchalik ish demasdan qilaversak bo'ladi. Shu oyatda Alloh har narsani ko'rib turdi demadi. Sizlar qilayotgan ishlarni ko'rib turdi degani xotirjam holda Allohning yo'lida harakatingni davomlashtiringlar, faoliyatingni qilaveringlar, qilg'udek yaxshilik bo'lsa qilavering demoqchi. 111-oyatda davom qilyapmiz. Ya'ni shu ahli kitobninki safsatilari, ahli kitobninki xato aqidalari buningga raddiya sifatida o'tirib chiqyapmiz. Va qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah subhanahu va taolo Allohning yo'lida qilingan har amalning ajri borligini, o ajrining mangu davom qiladigan, muqim, Allohning nazarida haslangan, Allohningki qudrat bilan saqlanayotgan ajr ekanligini ilgirki oyatda bizga bayon qilib bo'lgandan keyin endi bu oyatda yana shu ilgirki mazmunlarning davomi Yahud Nasaralar mu'minlarning qalbida yolg'on gap qilish, bularni tushirish orqali umidsizlikni paydo qilib, bularni islomdan qaytarishga urinayotgan, har xil to'solg'ularni akilayotgan Yahud Nasaralarning iddaolariga, da'volariga, yolg'onchiliklariga raddiya bermoqchi bu oyatda. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo bizga bularning to'qigan iftirolarini, yolg'on so'zlarini Alloh haqida, jannat haqida, qiyomat haqida da'vatgan yolg'on gaplarini bizga yetkazib mushoyatda deydi. Astag'firullah. Va qalu bular deyishdi deydi. Masalan, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudilar deydi-ki, jannatga yahudilar kirdi deydi. Hristiyanlar deydi-ki, jannatga hristiyanlar kirdi deydi. Allah subhanahu va taolo yana bir oyatda, Sura Baqaraning 113-oyatda o'qiymiz inshaalloh kelar soatlik darsda. Bularning gap so'zidagi zidlikni echib pulni texmi rasvo qilyapti. U oyatda deydi-ki, o'qimadik, lekin hozir o'qib o'tamiz. Va qalatil yahudu laysat an-nasara ala shay va qalatil nasara laysat al-yahudu ala shay. Yahudlar deydi-ki, Hristiyanlar hech nima emas. Bularning qilayotganlari nol. Hristiyanlar deydi-ki, Yahudlar hech nima emas, bularning qilayotganlari nol deyapti. Demak, bular men jannatga kirma, uning nol. Mush shaklda davom qilyapti. Bularning cho'ng iddaolari bu. Endi biz ahli islomning ichida turib, mushunga garchi madarajaga bormasimi, dinlar ara bo'lmasimi, ammo qilayotgan, tutayotgan maslak yo'llar ara mening eng to'g'ri, sizning eng xato deydigan menda bir kasalliklar bor. Bu orqali bularning bu kasalini bizga dapirish orqali Alloh bizni bu xil shakldagi kasallardan saqlamoqchi. Yani bu yerdeki ikki oyatda zidlik vadıdıq. Yani Yahudlarning so'zida, oyatning o'zida emas, Yahudlarning da'vosida zidlik vadıdıq. Buning ma'nosi, bularning so'zlarida o'zaro bular to'qinish. Yahudlar deydi, Hristiyanlar deydi, Hristiyan jannatga yolg'iz kiradi. Yahudlar deydi, shu gapni o'zini deydi. Andan deb bo'lib jannatga Yahudi yoki Hristiyanlar kiradi. Endi bo'lib Yahudlar hech nima emas, ular nol. Hristiyanlar deydi-ki, Yahudlar deydi-ki, Hristiyanlar hech nima emas, nol. Bu gaplar bularning o'zaro bir-biriga munosib. Bunda bir maqol temsil va yolg'onchi bo'lsangmi, akishda qo'l debchi. Bu arablarning maqol temsili. Buna deganlik yolg'on gap qilsangmi, gaping rasulsin degan gap, ya'ni gaping unda bir chinib qolmasin degan gapda. Yolg'on gap qilgan odamning gapi bir-biriga zid keladi, o'zaro gapi. Nimishqa yolg'on gap qilgan odam
Zaten degan gapi rastlan bo'lmay qolib qolsa, unutib qoladi degan gapini. Şoňa şqalaky sorakçı, sotçular masalan, gumandardyn her xil suallarni soraverdi. Bir sualni u yoqqa çögültüp, bu yoqqa çögültüp, u yoqdan agip bir neçe qitim so'raydi. Şunu bilan bir neçe qitimlik so'raqda, bir neçe qitimlik sualda bunun gibi zid kep qalsa, ha, yalğa aytibdi deb buni qanaqib qaradi, o'qib qoladi-da. Masalan, sen bir vaqalikdan birini boshqalarga deb berýatsan. Sen aşı vaqalikni rast kögendek depesan, 100 qitim depesanmı tafsilotda hech bir qarshilik olmaydi. Masalan, men bir vaqalik bir mashina vaqasini ko'rdim o'z ko'zim bilan. A sorundu dedim, saboqdashlarımga dedim, oildagilarga dedim, gaplarimning hammasi aynı shaklda chiqdi. Chunki men rast bo'lgan ishlarni da'vatim, aynı shaklda ko'rgan tartib bo'yicha da'vatim. Ammo yolg'on gap qilsam, tunugun nega olan ish qilmaydi desa, "Voy tunugun mana ish qilib qapti" desam, 2 soatdan keyin tunugun nima ish qilgandinglar desa, bayatni degan gapni unutib qolib, chunki yolg'on da'vo amaliyot emas, boshqa qilib salaman. Ya'ni gap zıtlıcıda bir yerde gap. Allah subhanahu wa ta'ala şoňaşky bularning yuqardaki gaplerden, sepsetlerden hemmesiga jawabını tilki amanihum da'vat. Bu bularning sepsetleri da'vat. Ham xiyallary da'vat. Yani tigi yok arzular da'vat. Muşaydagi tilga algan amani degan söz to'g'riliq biz ilgirki darsdan bir to'xtalganda qilgan. Muşaydami da'vat. Amani degan nima o? Men tarjima qilgan vaqtda bularning ham xiyallary, sepsetleri deb tarjima qildim ya. Bu nima degan gap desa, sen özüňni bir arzuga baglaysa, lekin bu arzuning reallikdan muş arzuni amilleştirdiganga seni ebaradigan hiç bir asas yok. Yani sen ham xiyal qilsa demekçimi Uygur tilida. Mümkün bolmaydigan, ahirga chiqmaydigan bir ishni qilanga kelib, "Mashta bo'lsa ekan, ashta qilsam ekan, yoki ashta bo'ladi" degandek bir ham xiyalni qilsa. Ama arzu Muşu arzuni ro'yobga chiqaradigan bir ish ustiga bo'lsa, men hozir qattiq jiddiy tirishib o'rganyapman. Arzuyim maktabni a'lo natija bilan tirishish. Bu boshqa narsa, bu ham xiyol emas ma'u. Ammo kunda uxlayapman, maktabni bitirib olsam, isl xizmat qilarsam, bu ham xiyol. Ishlamayapman, millionlarning tushini ko'rsam, bu ham xiyol. Jihad qilmayapman, shahodatning tushini ko'rsam, bu ham xiyol. Mavlanikini Allah subhanahu wa ta'ala amaniyuhum dedi. Bu ham xiyol ularniki. Qilayotgan, aytayotganlarining hammasi bularning jannatga kirmaydiganligini isbotlayapti. Bularning Alloh nomini yolg'onni so'zlayotganligini isbotlayapti. Bularning ahli jannatda emas ekanligini isbotlayapsa, yana bular degan jannatda ahli, biz endi o'zak kirmaymiz deyapti. Ba'zilar ayda ham xiyol qilsa, gerçi o amillashmagan taqdirda mu odamni sal rahatlatadi deb mushta gapni qiladi. Tamam. Yolg'on arzu armonlarga, ham xiyollarga bog'langan vaqtda adam azroq rahatlanib, necha kun bir xil xushal his qilishi mumkin, yashashi mumkin. Gerçi bu alaqa vahmi saadet olsun endi. Qana desa özüçe bir xil hayajonlanib, oylab o'zini ko'zini yumib o'tirib, oylab o'zining o'tirayotgan holati, turayotgan holatni unutib qolib, o'zini boshqacha bir dunyoda his qilib, og'zini tatliq qilib olishi mumkin. Bu vahmiy baxt endi bu. Ammo shundan keyin uyg'ongan vaqtida, hushini yiqqan vaqtida, reallikka qarab, atrofiga qaragan vaqtida, o'zini chimdab baqqan vaqtida bu yuzlanadigan reallik buni vayron qiladi. Chunki arzu ham xiyol ma o'zining amaliy reallik bilan tubdan zid. Ikki narsa u. Demak, yig'ib kelsak, yolg'on narsada, yolg'on gap so'zda, yolg'on arzu armonda mengu rohat yo'q. O'yg'oq odamlarning tushi amillashmaydi. Chunki u real o'rinda turib demaydi u gapni. Insonga faqat haqiqatdan yiroqlashishdan boshqa narsani bermaydi. Shunga shoir da'vatida arzu ham xiyol agar haq bo'lsa bu go'zal. Unda olmay qolsa, bir vaqt ya 10 minut, ya bir kun, ya 2 kun o'zimizni paravan tashib olgan bo'lamiz deb, ya'ni arzu armon haqiqiy bo'lib qolsa, haqiqatga tayansa, bu demak go'zal bo'ladi. Chunki u sen bilan yashaydi, sen shu asosda shu nishon qo'yib mangasa, ammo haqiqiy olmay qolsa, shu
ma'lum mezgil, yani necha kun, ya necha soat, ya necha minut ham xiyol, arzu, shirin o'y xiyollar bilan o'zingni xush qilib olasan shu deb shoirimiz o'zining she'rlarida mushunaqni tilga oladi. Endi oyatning o'ziga kelsak, bularning oqqan da'volarini jannatga bizlar kiramiz, boshqalar kirmaydi. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudlar Yahud kirib degan, xristianlar xristian kirib degan, bularning hammasi ularning ham xiyollari. Ya'ni bu Allohning tilka amaniyuhum deb bularga bu xil shaklda xitob qilib, bu xil shaklda hukm berib o'tishi bizga nimani ifodalab turadi desa, ya'ni bu arzu armon ahmoqlarning tushi bu. Ahmoqlarning dasmoyisi, ya'ni ahmoqlarning. Chunki u reallikka qochmaydi u. Alloh subhanahu va taolo oxiratda nima deydi? Qul hatu burhanakum. Ular ahmoqlarning tushi o, ular ahmoq, ularning qilayotgani bu arzu qilayotgan yoki davatgan da'volarining aksi. Bu ham xiyol bu deb bo'lgandan keyin qul hatu burhanakum. Delil pakitinglar olsa etkilanadi. Delil paket deganda nima? Burhanakum burhan delil paket. Normalda delil paket sen bir munoziraga tushib, qarashinglar o'xshamay qolgan odamdan talab qilsa o'lsa. Yani Allah bularga ulu deganda qaramaydi. Bularning jannat bizning, biz jannatga kiramiz degan gapiga Allah qo'shilmaydi. Shunda o'tib ma gapni. Delil paket qarshi tarafning da'vatqinning yolg'on ekanligiga ishonch qilgan vaqtda undan keyin talab qilinadi. Ishonsang dalil talab qilmaysan uningdan. U da'vo qilgan narsa hargiz dalil topolmaydi deb ishonch qilgan vaqtda dalil talab qilinadigan gap. Masalan, bir odam qashonga kelib, "Senda mening manch pulim bor" deb da'vo qildi. Tuyuqsizlar. Va pulni qaytu deb talab qildim deb pulni. Halbuki siz uningdan pul olmagan. Mashta holatda siz uning keskin yolg'onchi, sizga tuhmat qilib pulim bor deb aytganligini ishonch qilgan vaqtingizda deysiz, dalilingizni chiqargan deysiz. Siz onun bir yezib bergan bir talon yoki chek yoki pul amanat olgan pul isboti degandek mushta naslni talab qilasiz hamda. Aqalli sizlardagi aqalli ishonchingiz sizning pul olganlik qarta bir guvoh talab qilib, guvohingiz bormi deysiz hamda. Ammo ash dalilni talab qilishni, ash guvohni talab qilishni ilgari cho'qim o'zingiz ko'nglingizda o'zingizga ishonch qilishingiz kerak. Uning yolg'on aytayotganligini, sizning hech nima olmaganligingizga bo'lgan jazmiyat bo'lish kerak sizda. Burhan dalil paket mashta vaqtda talab qilindi. Alloh subhanahu va taolo Yahudlarga paketni keltiringlar dedimi? Bu Allohning so'ziki bu. Bu gap shuni ta'kidlaydi. Bu yolg'onchi. Allah bunun davasını qo'sholmaydi. Bunun davası Allohga uygun kelmaydi. Allah tasdiqlamadi uni. Çünkü ular delil keltiray degan taqdirdimi, ne Allohning kitoblaridan, ne o'zlarining payg'ambarlarining so'zlaridan uning davosini qo'llaydigan bir narsa topolmaydi ular. Agar qo'shab yolg'onni kelsa tuhmat bo'ladi. Allohning kalomi emas ekanligiga, bularning to'qigan iftirosi ekanligiga aniq kesin dalil va uning nisbati. Shunlashqa bular ashta bir ojiz holatda qolib qoladi. Demek bunun uzun davatkan cennetki fakat Yahudi kirdi yoki Hristiyan kirdi davatkan bu gapga nisbatan pakt yok. Pakt bo'lgan taqdirda yani ularning pakt bo'lgan taqdirda bir %1% kichikgina bir haqiqiy pakt bo'la olsa, Alloh buni paktni keltiradi deydi. Alloh haq gapini, rost gapini qabul qiladi Alloh. Demek sen adatın paktını keltirin degan gapda cho'qim davatgan gapiga pakti yo'q deb ishonch qilgan vaqtda deymiz-ku bu gapni. Chunki bu da davatgan gapimiz o'ziga qaytiryapmiz hozir. Bu yolg'on bu gap. Bunda emas. Paktini keltirin deymiz normalda. Shuna vaqtda qarshi tarafning paktga erishish yo'lida har qanday ishni qilishni yaxshi ko'radi qarshi taraf masalan. Demek bir yerda hatu burhanakum digini Allah subhanahu wa ta'ala kesin bularning yolg'on ekanligini biladi. Bularning paktiga o'zining davatgan gapiga pakt eklanmaydiganligini biladi. Shunlashqa oyatning eng oxirisida nima deydi? In kuntum sodiqin deb bir jumla o'qishdi, bir oyatni. Sizlar rostchi bo'lsangiz degani yolg'onchisizlar. Gapinglar yolg'onsizlar. Pakt topolmaysizlar demakchi. Ya'ni sizlar davatgan iddia qilayotgan gapinglarning rostligiga ishonch qilsanglar
pakt keltirilgan. Chunki aniqki Alloh subhanahu va taolo bularningki yolg'on aytayotganligini qana qiladi biladi. Endi 112 oyatda Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi masalalarning oxirgi hukmini berdi. Masala Yahudi masalasi bo'lish emas, Yahudi yoki xristian bo'lish emas, yoki yana bir narsa bo'lish emas. Jannatga kirish masalasi, do'zaxdan saqlanish masalasi. Balki jannatga kirib do'zaxdan saqlanishning eng oxirgi hukmi nima desa, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Bala biz ilgirki darsda tushundik. İlgiri bulayotgan buluşluq, yani buluşsuz cümleni buluşluq şekilde ifadeleş, yoki buluşluq cümleni buluşsuz şekilde qana qilish ifadeleş. Yani Allah subhanahu va taolo Yahudilarninki yolg'onchiligini bizga bayon qilib, bularni da'vatgan gapiga, ya'ni jannatga ya Yahudi kirdi yoki Nasara kirdi deb ikki firqaninki o'zaro da'vatgan gapiga qarata dalil keltirishni talab qilgandan keyin masalaning oxirgi hukmini, oxirgi xarakterini bizga olib keldi. Ya'ni kim jannatga kirdi degan babni aniqlamoqchi Alloh. Xristian kiramdi, Yahudi kiramdi yoki musulmon kiramdi degan babni aniqlamoqchi ekan. Dediki, balo dedi. Biz ilgirki darsda bu balo degan so'z haqida bir ifoda bergan. Bu yerda deyli bu javob berish harfi normalda. Uning oldida bir nafi buluşsuz cümle keladi. Buluşsuz cümleni buluşluq narsaga aylantirib, undan keyin javob ifodalab cümle davom qiladi. Masalan, birisi sizga mening ustingizda qarzim yo'q degan bo'lsa, mening sizda qarzim yo'q degan bo'lsa, siz qilib na'am degan bo'lsangiz, arab tilida na'am deb bir ha degan bo'ladi. Bu vaqtda bu na'amning ifodasi to'g'ri, sizning menda qarzingiz yo'q degan bo'ladi. Ammo balo degan bo'lsangiz, yo'q, sizning menda qarzingiz va sizning gapingiz yolg'on degan ma'no ifoda. Balo ilgirgi jumlani ta'tirga o'rib buluşliqni buluşsizga mana shaklda, yoki buluşsizni buluşliqqa o'rib, undan keyin jumlani davom qiladi. Ya'ni demak, xulosalasak, balo degan bu so'z ilgirgi jumladagi buluşsizlikni buluşliqqa o'raydi. Bular dediki, jannatga Yahudi kirdi dedi Yahudilar. Jannatga xristian kirdi dedi xristianlar. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bularga nima javob berdi? Bala. Mas'ulda emas. Yani o gap to'g'ri emas. Jannatga na Yahudi kirgay, na xristian kirgay uning da'vo qilganidek. Ana buna deganlik ham xristian bilan Yahuddan boshqa odam kirdi deganlik emas. Masala o'g'lining da'vo qilayotgan iddaosini rad qilmoqchi. Ular dediki, jannatga Yahudilar kirdi dedi Yahudilar. Hristiyanlar dediki, jannatga Hristiyanlar kirdi dedi Hristiyanlar. Allah dediki, bala. Nasıl bunda emas? Yani Yahudiga jannatga na Yahudi, na Hristiyan kirgan undan ish yo'q. Kirmaydi ular. Çünkü Allah subhanahu va taolo islom kelgan vaqtida musulmon bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedi. Ama islom kelgandan keyingi gap nima u? Sura Al-Imron'ninki 85-oyatida "Va man yabtaghi ghayral islam dinan fala yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khasirin." İslamdan boshqa har qanday bir dinni o'ziga din deb tutsa, u qabul qilinmaydi. Ama oyatda unda ifoda qo'llanmadi Alloh. Bala, masalan, oyatda avla jannatga faqat Yahudilar kirdi dedi Yahudilar. Hristiyanlar kirdi dedi Allah. Hristiyan Yahudi jannatga kirmaydi demidi. Yani nima ibora ishlatdi? Bala. Ilgir gapni ham inkor qildi. Depilib kendiga bergan javobi "Man aslama wajhahu" degan mana shaklda davom qildi. Nimishqa? Qur'on degan azaliy kitob, mangulik kitob. Bu nima deganlik desa, Qur'on insoniyat, maxluqot yoritilgan vaqtdan tortib qiyomatga qadarki masalalarni bir taraf qiladi Qur'on. Qur'on Allohning kalomi. Agar mushu Qur'onda Alloh jannatga faqat Muhammadga iymon etgan sallallohu alayhi vasallam adamlar kiradi degan bo'lsa, buni bir xil doiradan o'tib ketish, ya'ni bir xil majozla qildi. Chunki
Musa alayhissalomga iymon etgan, Musa alayhissalomning payg'ambarlik vaqtida zamonda yashagan, ergashgan, musulmonligi dini yaxshi bo'lgan, payg'ambar alayhissalomni tepishdan, payg'ambarlarni uchirishdan o'lib ketganlar bor. Bular jannatga kirdi Alloh xolisa. Bu jannatga kirmamdi, o'zining qilgan yaxshi ishiga qarata mukofot berilmamdi, ya unda emas. Bu nuqtani nazardan saqit qilish qo'ymaydi. Xristianlardanmi Isa alayhissalomning hayot vaqtida Isa alayhissalomga iymon etganlar bor. Zamonda yashaganlar bor, ta'limotlarini ijro qilganlar bor, yo'lda manganlar bor. Payg'ambar alayhissalom avatilishdan ilgari o'lib ketganlar bor. Bular jannatga kirmamdi. Tabiiyki unda emas. Bularning o'rni o'zining qilgan amaliga yarasha eng go'zal shaklda mukofotlanadi. Ammo payg'ambar alayhissalom avatilib, islom kelib, Qur'on tushgandan keyin Rasululloh iymon etmagan har qanday odam jannatga kirmaydi, bu aniq, kesin. Rasululloh jannatni ko'rmaydi. Shunga ma oyatdagi Allohning kalomi intayin inchkilik bilan keldi, xalqidan hech kim zulm qilmadi. Dediki, Yahud Nasaralar jannatga kirmaydi demidi. Gapni ham xato qilib, o gapni ham xato. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin degini nima degan bo'ladi Alloh jannatga faqat kiradiganlar o'zini Allohga topshirib, o'zini Allohga bo'ysundirib ihson qilganlar. Go'zal shaklda bu yo'lda ma'nollar. Iboratning o'zini ayni shakl tarjima qilsak, o'zining yuzini Allohga bo'ysundirganlar degan bo'ladi. Yuzini. Bu yerda yuz degan iborat ishlatida oyatning oxirisida va huwa muhsin ba. Muhsin degani ichidan, vujudidan. Vujud payg'ambarlar ihsonni tushuntirdi ya. Anta abudalloha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak degan shaklda. Ya'ni vujudidan. İçi teşi bir odamning qalbi bilan sirtqi ko'rinishi o'xshash shaklda vujudidan islomga kirib, o'zini qana qilsa, Alloh topshirsa, jannatga kiradigan bu dedi. Musa alayhissalomning vaqtida bo'lishi mumkin bu. Isa alayhissalomning vaqtida bo'lishi mumkin bu. Payg'ambarning vaqtida bo'lishi mumkin. Ammo payg'ambar gap bo'lgandan keyin ilgirki samoviy dinlarning hammasi amaldan qoladi. U dinlarga ergashib kelganlar madinga ergashmasa jannatga kirmaydi. Bu yerda muhsin degan gapni tilga olishi, men bayatni tushuntirdim, butun vujudi bilan dedim ya. Ba'zilar o'zining yuzini shakliy jihatda Allohga bo'ysundirib topshirishi mumkin. Ya'ni Allohga egilib, sajda qilib, musulmon bo'lib, musulmon qiyofatda yurishi mumkin. Ammo o'zining ichida yushirayotganning g'ayrini o'tirga chiqayotgan, g'ayri shaklda ko'rinayotgan munofiq bo'lishi mumkin bu. Biz deymiz, munofiqlar muhsin emas. Munofiqlar ichi bilan teshi o'xshash emas bular. Bular nachar yo'lda manganlar, yaxshi yo'lda manganlar emas. Chunki munofiqlarning ikki xil xarakteri bo'ladi. Birisi kishilar oldidagi mu'min xarakter, yana birisi haqiqatdagi qalbidagi kofir xarakter. Tamam, bu gap tugadi. Muhsinning gapi shu. Muhsin eng to'g'ri yo'lda voyaga yetkazib, butun vujudi bilan mush yo'lda mangan odamni muhsin deymiz. Bu gap tugadi-ku. Endi oyatning yana 5-ga qaytsak, man aslama wajhahu lillah degan kelsa, qanday odam o'zining yuzini Allohga bo'ysundirsa deganmaydi-ku. Allohga topshirsa dedi. Bu bizga shuni ifodalaydi-ki, hamma narsa Allohga taslim bo'ladi. Allohga bo'ysunadi. Yuzni tilga olsa, men hamma narsani tarjima qildim. Bu nima degan gap desa, chunki yuz insondagi bütün ishlarga vakillik qilgan narsa. Yuz insondagi eng ulug' bir a'zo, bir o'rin yoki. İnsonni yuzdan farqlantiramiz. İnsonning belgisi yuzda bo'ladi, insonning xarakteri yuzda ifodalanadi, jismdagi, inson badanidagi eng ustun turadigan narsa. Bir odamningki bütün vujudidagi ishni yuzdan ko'riladi. Yaxshiligini yuzda ko'riladi, askiligini yuzda ko'riladi. Bu adamın güzelliği yüzde, güzel emesliki yüzde, hem neresi yüzde. Yüz, bütün bedenliğe vekillik kılıdığan, vekil karakterlik əzağı açıqa, mavrunda vecihehu deyip ağan, əməliyyat ifatlamak çoğunu, insanın bütün vücudunu ifatlayavatıdır. Mesela kişiler, insanı tərif qılıb, insanğa bir təbir vergen vaxtıda, insanı sözleydiğen hayvan, tefekkür kılıdığan hayvan, mesela, qaddi qomatlik hayvon degandek mushkil ta'rifatlarni qiladi. Ya'ni bu yuqoridagi ifodaning hammasi yana yuzli ifodalangan ifoda yana. Qaddi qomatlikni 5 ni 2 ko'tarib bunda yurgan bo'lg'achqa shu qaddi qomatlik. So'zlaydigan degani shu bosh yuz tarafidan ovoz chiqadi insonlar. Demak mushkil gap ham. Ya'ni bu yerda demakchi ifodalamoqchi o'rnimiz yuz degan uqum
insonning butun badan a'zolariga vakillik qiladigan vakil xarakterli a'zo bo'lgancha, shu bu oyatda Alloh subhanahu va taolo yuzini adat mana bir gap bor bizning Uyg'ur tilida. Yuzingiz qizarmamdi degan gap. Siz bunda eskishni qilaversangiz, "Ma yuzingiz qizarmamdi" deb qo'yamiz. Buni deganlik xijlomimiz deganlik, ya'ni insonda ko'riladigan bir xil ahvolni yuz orqali ifodalayapmiz. "Ey, yuzimni poqqinmasan" deymiz. "Yuzimni to'kding" deymiz. "Yuzi qilin" deymiz. Bu nima desa, insondagi bir xarakter ahvollarni yuz orqali ifodalayapmiz. Bu nuqtadan degan gap yana. Ya'ni bir odam o'zining yuzini Allohga topshadimi, o'zidagi eng ulug' a'zoni Allohga topshirgan bo'ladi. Shuningga banda Allohga eng yaqin holat nima bo'lsa, sajda qilayotgan holat deymiz. Nimishqa? Chunki Alloh uni ko'targan. Alloh uni hurmatlagan yuzni kelib o'zining puti bilan tang yerda qo'yadi. Eng mukammal a'zo, eng tuvan a'zo bilan tang olsin. İnsanның qishda Allohga po'chlik qiladigan hech narsa qolmasin degandek bir ifoda, bu sajda qilish ifodasi. Ma yerda mening putim turadi. Men peshonamni, yuzimni kelib yerga yoqaman. Shu vaqtda mening yuzim bilan mening putim bir yerda tanglan. Demakchi menki men bir banda, mush yuzim orqali shun cho'ng martabaga erishgan. Yuzim orqali inovatlik bo'lgan, yuzim orqali ulug' bo'lgan men bir inson Allohning oldiga kelgan vaqtda yuzim putim bilan tang mening. Allohning oldida po'chlik qiladigan, faxr qiladigan hech nimam yo'q. Men hech nimaga tang emas degandek bir ifoda bu sajda. Shuningga Allohga eng yaqin holat banda sajdadagi holat bo'ladi. Endi o'zimizning gapiga kelaylik. Allah Yahud Nasronining yuqorqi da'volariga raddiya shaklda balo. Mesela onda emas. Mesela ne bo'lsa, kim bo'lsin? Meli Yahudi olsun, Hristiyan bo'lsin, yoki Rasululloh kelgandan keyin ummat islomiy bo'lsin, o'zini Allohga haqiqiy samimiylik bilan, muhsin deganning ma'nosi samimiylik bilan degan bo'ladi yani. Samimiylik bilan topshirsa, mana bu jannatga kiradigan bu. Musa alayhisolamga samimiylik bilan ergashganlar va Isa alayhisolamga samimiylik bilan ergashganlar va Payg'ambar alayhisolam kelgandan keyin uni samimiy bo'lib qolsa, cho'qim Rasulullohga ergashadi. Samimiy bo'lmay taraf bosib qolsa, manfaat egasi bo'lib qolsa, hasad xorob qolsa ergashmaydi. Samimiy bo'ladigan Rasululloh kelgandan keyin Rasulullohga ergashadi. Mana bu kishilar jannatga kiradigan kishilar kim bo'lsin? Qanaqdir hech kimninki, hech yo'ldagilarning qaysi bir yo'l, hech qanday bir dindagilarning shaxsiyatiga mustaqillik, muqaddasligi yoki uning alohidlik bo'lmaydi. Şu aramızda mı mesela çok dinler hakkında dinler otursak mesela şekilde sözlüyotgan bilen aramızda mı üzünün kıvatqını en noçu iş Allah'ın en büyük mukafatıga layık iş başkalarına kıvatqını hata degandek bir ifadeler var. Muşlan tehdit hareket ediyor. Sen neymiş kıl? Çoğunu kıl, küçüğünü kıl, oturağını kıl. Madem senin içki dünyanın sağlam bolsa ve huve muhsin, sen sağlam bolsan, sen samimi olsan, İşin teşin oxşaş olsa, senin ecir girişdiğinin sen bulursan. Şu işin Allah nazarında ötürü demekçi. Ayetinin ahırında فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Şunda bendinin ecri Rabbinin qışıda bulud dedi. Yani ecruhu عِنْدَ رَبِّهِ degini Allah subhanahu wa ta'ala bizni mecburi dünyada ibadet kıldığın kılmadı. Bizge bir erkinlik bədi insandı. Başqa hayvanlara oxşaş, mecburi özünün vazifesini, xalisini kıldığın, malaikelige oxşaş, mecburi ibadet kıldığın, yani yaratılıştılan ibadet hareketi yaratılğan kılmadı bizni. Bizni ixtiyari bir məxluq qıb yaratdı, yol tanlaşda, ibadətdə. Bizni vazifəyə buyurdu, vazifə artdı üstümüzə. Biz qilish qılmasligimizni özümüz tanlaydığan qıldı bizni. Qılsaq, fələnə əcrun, bizning əcrimiz var. Çünki bu vazifə Allah'tan gələn. Tabii ki bir yerde logika noktasından mı Allah'tan kelgen vazifini qilganmiz, Allah'tan onun bedeliga bir tane ecir olur da. Yani biz Allah'tan aladigan bu ecirge nispeten bermay qalamı? Ya bulmay qalamı? Deydigan bir endişe, g'amkinlik bulamdı, tepilamdı. Çünkü qo'rqish degan nima bo'lsa, kelgusi bo'ladigan bulamı bo'lmasmi degan ishdan bo'ladi. Bir aram degan yüz birip boğan, ütüp ketip boğan işlağa buludu. Biz Allah'tan kelgen buyruğunu tapışıp aldık, kıldık. Bu işlerimiz caidi mıdı, emes mıdı, ecir birle mi, birilmez mi, bula mı, bonmaz mı? Yani bu hazırlık degan gap biz ecrini insanın alsak, yani başka noktaya bağlasak şunda olur. Bir yerde işledik, soğudu kıldık,
birovdan to'xtamlashdik, keyin to'xtamga amal qilib ajrimizni bilaman emasmi? Endişe bizde bo'ladi. Qilgan ishlarimiz o'g'irlanib ketarmi emasmi? Endişimiz bu yerda bo'ladi. Ammo ne endişe, ne qo'rqish, ajrimiz Alloh qo'ygan vaqtida, ajrimiz Allohning qishidan oladigan vaqtda ajrimizni bu bo'lmaydi. Shunga oyatning oxirida nima deydi Alloh? Va la xawfun alayhim va lahum yahzanun. İnsan o'ziga tang, o'ziga o'xshash insonlarning qishda haqqi bo'ldi. Masalan, birisini qishda ishildim, uningda oylik haqqim qoldi yoki birisiga qarz bergandim, haqqim bor, birdan sotgan molning pulisi bor. Musha odamningki musha haq inkor qilib olishini ansiraymiz. O'tirdi isbot yo'q. Yoki ochko'zlik qilishini ansiraymiz. Yoki uningga ehtiyoji bo'lib qolib, bizning uningda haqqimiz yo'qligini da'vo qilib o'tirga chiqishni ansiraymiz. Yeni olammi, teni olammi deb. Mao ansirash buni oyatdagi xavfun va la xavfun alayhim va lahum yahzanundagi xavfun va huznun bu. Qo'rqish va ansirash bu. Lekin Alloh subhanahu va taolo chunki o'ning ochko'zligi bor. Shumalga ehtiyoji bor. Shu tufaylidan bizga tinib oladi yoki bermaydi haqqimizni. Bu noktadan ansiraymiz, qo'rqimiz. Ammo Alloh butun dunyodan behojat. Undan keyin bizning binasirimizga tamo qilmaydi Alloh. Chunki bizning qo'limizdagi shu narsalarmi Allohning qashdan kelgan. Bizdagi mol-mulkni tamosi yo'q Allohninki. Chunki osmon zaminning butun xazinalari Allohning qashida. Bizning haq-huquqimizdan biri haq-huquqimizni Alloh inkor qilmaydi. Chunki bu haqni Alloh o'z fazlidan bizga bergan, texnik ko'paytib beradi. Undan keyin Allohning qish to'g'ri ekan, ne onunga qo'rqish yo'q. Bu texnik hassanib ko'payib turadi. Allohning qishida bo'lgan ekan, uningdan ansirash yo'q. Chunki inson bir yaxshilik ketib qolarmi deb ansiraydi. Lekin Allohning qishidagi bizning haqqimiz mangu turadi. Senmi uningdan o'tib ketmaysan, umi sendan qanday o'tib ketmaydi. Ya'ni u haqqingni cho'qim olasan sen. Alloh uni cho'qim beradi sana. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning qishida biz qo'rqdik, biz ansirgandek hech narsa yo'q. Shunga oyatning oxirida nim deb alohida ta'kidlayotdi. Va la xawfun alayhim. Ularga qo'rqish olmaydi. Va lahum yahzanun. Ular bearamma, ansirashma bo'lmaydi ular demakchi. Yani ahiretdeki mu'minning ahvoli haqida, mu'min oxiratda qanday bo'ladi desa, o'sha oyatga qarata deyiladigan eng inchki gapimiz nima bo'lsa, mu'minlar Allohning qashidagi o'zlariga beriladigan ajrdan xushal bo'ladi, qo'rqmaydi va bearam bo'lmaydi deb bu xil shaklda tasvirlaymiz. Ma oyat dal mu'minning qiyomatdagi tasviri inshaalloh. Aksicha bo'lgan vaqtida yani yuqoridagidek men aslama vajhahu lillah va huwa muhsin bo'lmaganlar an uni qo'rqsa bo'ladi, qo'rqilganlar u. Uni bearam bo'ladi, bearam bo'lganlar u. Ammo mu'minlar ularga na qo'rqish, na bearam bo'lish qiyomat kunisi bo'lmaydi inshaalloh. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.